Bismillahirrahmanirrahim. Hanafi mazhab fiqhisi Muxtasarul Quduri. Babul Anjas, nijasatlar haqidagi bab. Nijasatlarni tozalash namoz o'qimoqchi bo'lgan odamning bedenidan, kiyimidan, namoz o'qimoqchi bo'lgan joydan nijasatlarni tozalash bu vojib, farz. Nijasatlarni hamda mutlaq suv bilan tozalashga bo'ladi. Ya'ni mutlaq suv degani suv bo'lsa ismi tozalashga bo'ladi. Suvlan bo'lsa demakchi. Ondan başqa yana nijasatni tozalashga bo'lish ehtimolligi bo'lgan har qanday oqadigan suyuqlik jism bo'lsa bo'ladi. Masalan, suyuqlik holatda demakchi. Ma'i degan suyuqlik. Masalan, ochiq suv, gul suvi va boshqa ishiltib ishib qolgan suv emas bilan nijasatlarni tozalashga bo'ladi. Ütikka nijasat tegib qolgan bo'lsa, jirmun, laha jirmun degani, masalan, tezakka o'xshash hajmi bor demakchi. Hajmi bor, bundaq nijasat yuqib qolgan bo'lsa, qurib ketgan bo'lsa, yerga so'kib olsak, durust bu, pokiz bo'lgan bo'ldi. Endi manimu nijis. Yo'lini yuvish kerak. Kimda turib mani qurib qolgan bo'lsa, uvulivasi bo'ladi. Endi nijasat ayol kishiga tegib qolgan bo'lsa yoki qilishga tegib qolgan bo'lsa, surtibasa bo'ladi. Va aynakka tegib qolgan bo'lsa. Agar yerga nijasat tegib qolgan bo'lsa, kun nur bilan qurib ketgan bo'lsa, ta'sir ketgan bo'lsa nijasatning shu joyda namoz o'qisak bo'ladi. Biroq tayammum qilsak bo'lmaydi, deydi Hanafi mazhabning ko'z qarashi bo'yicha. Mughallaza, masalan, qon, suyduk, cho'ng tarat qatorliq mundaq nijasatlar tegib qolgan bo'lsa, yoki haroq degandek 1 dirham tangi pul miqdorida demakchi. Yoki undan kichikroq yer tegib qolgan bo'lsa, shunda turibmi, shu nijasat bor turibmi, namoz o'qisi bo'ladi. Undan ortiqroq yerga tegib qolgan bo'lsa, cho'ngroq yerga durust emas. Ammo yengil nijasat tekkan bo'lsa, masalan, go'shini yeyishga bo'ladigan hayvonning suydiki. Odamki kiyimning 4dan 1ga yetmagan bo'lsa, nijasatning miqdori namoz o'qisak bo'ladi. Endi yuvish kerak bo'lgan nijasatni poklash mundaq bo'ladi, ikki xil bo'ladi. فما كان له منها عين مرئية فتهارتها زوال عينها. Kögülü buladigan naq nijasat bo'lsa, masalan, shu nijasatning o'zini yo'qitimiz. Tozalash uchun shu kiyimni yoki badanni degandek. Lekin yo'qitish mumkin bo'lmaydigan, masalan, o nijasatni tozaladik, juduq, yana ta'sir qoldi rangi degandek. O bunun mushkul yo'q. Biroq shu nijasatning naq o'zini yoki uvulab, tozalab, tatılab degandek, jub degandek chiqarib o'timiz degan gap. Ammo uni izi qolsa jugandan keyin uni mushkul yo'q demakchi. Ammo naq o'zi bo'lmasa o nijasatning masalan suydik degandekchi. Jugan odam kiyim-kechakni yoki badanni pokiz bo'ldi deb o'ylagan qadar yuydi. Endi yangi bir masala istinjo qilish. Ya'ni oldiga tarafini suv bilan yuvitish. Bu sunnat. Tashlasimi bo'ladi. Tashni o'rnatadigan narsalarni ishlatsin bo'ladi. Qog'oz degandek. Surtuvas bo'ldi. Taki pokiz bo'lgan qadar. Endi buning manchiqatim, manchital tash ishlatisiz chuqum deydigan gap yo'q. Suv bilan yuvish afzal. Taq ishlatadi deb ba, lekin manchital tash chuqum deydigan gap yo'q demakchi. Nijasat endi chiqqan yerdan o'tib ketsa, chiqqan yerdan boshqa yerga surkilib ketsa demakchi. U chaqda suv bilan tozalaymiz yoki suvga o'xshaydigan gulsiy degandek narsalar bilan tozalaymiz. Endi tezak bilan, so'ngak bilan, tezak bilan yeydigan non degan o'xshash narsalar bilan istinjo qilishga bo'lmaydi. Yoki bo'lmasa uzri yo'q turib o'ng qo'li bilan istinjo qilib nima qilsin bo'lmaydi.
özür so'p qalsa masalan, sol qo'li yo'q, uzilib ketgan yoki sol qo'li sunib ketgan deganda uzr bo'lsa bo'ldi, lekin uzr yo'q turib o'ng qo'li bilan istinjo qilsa bo'lmaydi. Endi yangi bir bob, yangi bir kitob, Kitabus Salah, namoz haqidagi mazmunlar. Oldi bilan 5 vaqt namozininki vaqti. Bomdodning dastlabki vaqti 2-fajr ko'ringanda, ya'ni fajr 2 bo'ladi, birsi fajr kazib, ya'ni dastlabda kechida rasmiy bomdod vaqti kirishdan burun, tong otishdan burun bir yo'riqlik qoplaydi osmonni. Undan keyin tizli yo'qab, yana qorong'ulik qoplaydi. Undan keyin yana bir ufqqa to'g'risiga bir siziqsimon shaklda bir oqlik paydo bo'ladi. Bu 2-fajr, fajrus sani yoki fajrus sodiq deyildi. Bomdodning vaqti rasmiy kirgan bo'ldi. Ya'ni shu bomdodning vaqti kirgan vaqti bomdodning dastlabki vaqti. Ya'ni bu ufqda to'g'risida ko'rinadigan oqlik. Bomdodning oxirgi vaqti shu quyosh chiqishi, ya'ni quyosh chiqqan namoz o'qisak, quyosh chiqishdan ilgari. Shu bomdodning oxirgi vaqti. Endi peshinning dastlabki vaqti quyosh qayrilganda. Tiklashgan vaqtidan sal kun petish taraf qarab mayl bo'lishga boshlagan vaqti peshinning dastlabki vaqti. Oxirgi vaqti Abu Hanifa rahimahullohning ko'z qarashi bo'yicha har bir narsaning soyisi uning 2 kasidek bo'lsa, uzunligidan, masalan bir yog'och bor, 1 metr, soyisi 2 metr kasa demakchi. Faiz zavoldan boshqa, faiz zavolni chiqarib atganda. Chin tush vaqtida bir yog'ochni tiklasak, uningki masalan 5 sm yoki 10 sm soyis bo'lishi mumkin. Bu endi faiz zavol yer sharidagi har qaysi rayonlarning coğrafiyalik o'rninki yer sharidagi o'rnining o'xshash bo'lmasligi asosan farqliq bo'ldi. Shu azroq nimani chiqarib aytganda har bir narsaning soyisi o'zining uzunligininki 2 kasidek uzun bo'lgan chaqda oxirgi vaqti shu peshinninki. Abu Yusuf va Muhammad rahimahumulloh bularning ko'z qarashi bo'yicha oxirgi vaqtda har bir narsaning soyisining uzunligi o'zining uzunligidek bo'lgan vaqtida bu peshinning oxirgi vaqti. Asrning dastlabki vaqti chu desa, har 2 xil ko'z qarash asosan, ya'ni Abu Yusuf va Muhammad bilan rahimahumulloh ustozi Abu Hanif rahimahulloh 2 xil ko'z qarashda asrning dastlabki vaqti peshin vaqti chiqib ketsalam, asrning dastlabki vaqti shu. Oxirgi vaqti quyosh, odamga quyosh patmasa, bu oxirgi vaqti. Ya'ni peshinning vaqtidan tortib shamning vaqtigacha shu asrning vaqti demakchi. Peshin chiqayotgandan tortib demakchi. Peshin chiqayotgandan tortib sham bo'g'ich bo'g'arliq asr vaqti. Endi mag'ribning dastlabki vaqti quyosh patsa shu sham vaqti. Dastlabki vaqti. Oxirgi vaqti qizil shafaq yo'qolmasa shu oxirgi vaqti bo'ladi. Qizil shafaq deganimiz ufqda shu Abu Hanif rahimahullohning ko'z qarashi bo'yicha qizillikdan keng ko'riladigan bir oqlik bu shafaq. Abu Yusuf va Muhammad bu ikkisining ko'z qarashi bo'yicha shafaq deganimiz qizillik shu. Ya'ni shamning oxirgi vaqti nima desa, Abu Hanif rahimahullohning ko'z qarashi bo'yicha qizillikdan keyin paydo bo'lgan oqlik bu shamning oxirgi vaqti. Abu Yusuf bilan Muhammad Shaybani rahimahullohning ko'z qarashi bo'yicha desa, shu qizillikning o'zi. Ya'ni Abu Hanif rahimahullohning ko'z qarashi bo'yicha shamning vaqti uzun demakchi. Endi xubtanning vaqti, xubtanning dastlabki vaqti shu shafaq yo'qsa. Buni shu ustiga 2 xil ko'z qarash bo'yicha tushunsak bo'ladi. Oxirgi vaqti-chi desa, fajr sodiq ko'rinmasa. Toki shu shamning vaqti chiqib ketgandan tortib bomdodgacha demakchi. Vitrning dastlabki vaqti-chi desa, vitrning vaqti farz namozda bo'ldik, vitr keldik. Vitrning dastlabki vaqti xubtandan keyin, oxirgi vaqti-chi desa, shu bomdoddan burun. Bomdodni sal qorong'uda emas, balki sal osmon suzilgandaroq, masalan, boshda sal ko'krak bo'ladi, keyin sal oxirida keyin kun chiqadi. Sal oqatibroq o'qisak mustahab demakchi. Sal yo'ritibroq, qop qorong'uda emas. Yoz vaqti peshinni sal sovutib,
bak qiziq vaqt emas, sal kun petish qarab sal mang'il turgan chaqda. Bu mustahab, endi qish vaqti qish desak vaqtida o'qish beshinni. Bu afzal. Va madamki quyosh o'zgarmasa, sag'irib ketmaslam, asrni sal kechish mustahab. Shamni aldirab o'qish, desak vaqtida o'qish bu mustahab. Xubtanni kechining 3dan 1ga kechiktirish bu mustahab. Endi vitr haqida mustahab bo'lgani, kecha namozni o'qib ko'ngan odam bo'lsa, ya'ni salatul layl o'qib ko'ngan, xubtandan keyin kechada qo'pab, tahajjud o'qib ko'ngan odam bo'lsa, vitrni shu kechining oxirgichilik kechiktirsa mustahab. Ammo uyg'onishga ishonch yo'q odamga nisbatan uxlashdan burun, xubtandan keyin vitrni o'qib olsa bu mustahab. Endi azon 5 vaqt namozlar uchun, 5 vaqt farz namozlar uchun azon tovlash bu ta'kidlangan sunnat. Juma uchun mu ham ta'kidlangan sunnat. Ammo 5 vaqt namoz jumadan boshqa namozlar uchun azon tovlash bu ta'kidlangan sunnat emas. Azonning sifati qanday desa, Allohu akbar, Allohu akbar. Biz bundan shu oxirgichilik deymiz. Buning tarjih qilish yo'q, ya'ni ashhadu la ilaha illalloh deb bo'lgandan keyin ichida ashhadu la ilaha illalloh, ashhadu la ilaha illalloh deb ichida bo'shroq deydigan ahvol bor. Uni qilmaydi deydi. Endi bomdatning azanida hayy alal falahdan keyin as-salatu xayrun minan nawm deb 2 qatim deydi. Buning ma'nosi namoz uyqudan yaxshi degan gap. Iqomatninki shakli, lafzlarmi shu azan o'xshaydi, lekin hayy alal falahdan keyin iqomatda qad qomatis solat deb 2 qatim deymiz. Azanda ma gap yo'q. Azanni sal oldirmay so'zibroq o'qiydi, iqomatni tez deydi. Azan va iqomat qibla tarafga qarab turdi. Hayy alas solah, hayy alal falah degan kelgan chaqda yuzini o'ng so'l tarafga qartidi. Bo'ynini u yoq bu yoqqa qartidi. O'tib ketgan namozlar uchun azan tovlaydi, iqomatni tushiradi. Ammo bir mo'j namoz o'tib ketgan bo'lsa, bir vaqt namoz emas, bir qancha namoz o'tib ketgan bo'lsa, birinchi namoz uchun azan tovlab, undan keyin iqomat tushirdi. Qolib qolgan mesela 4 vaqt namoz o'tib ketdi deydi. Mesela birinchisiga shuna qildi, qolib qolgan 3-chisi azan tovlash va iqomat tushirish, iqomat o'qish deydi. Bu vaqtda ixtiyorlik o'zida. Xolis azan tovlab iqomat qiladi, xolisa iqomat tilamdan qisbulda azan tovlamasin bo'ldi. Azan tovlagan chaqda va iqomat o'qigan chaqda tarti bar bo'lish kerak. Ammo tart yo'q azan tovlashchi desa joiz. Ki afzali shu tarat olib azan tovlasa yaxshi demoqchi. Ammo tart yo'q iqomat tushirishi makruh. Chunki iqomat tushgandan keyin namoz boshlaydigan gap. Shuning uchun yomon ko'rildi. Junub palatda azan tovlashchi bu makruh. Namoz vaqti kirishdan ilgari azan tovlasa bo'lmaydi. Ammo Abu Yusuf rahimahullohninki ko'z qarashi bo'yicha bomdatning azanni vaqti kirishdan ilgari tovlasimi bo'ladi. Lekin boshqa farz namozlarni vaqti kirishdan ilgari farz namozlarga azan tovlasa bo'lmaydi. Namozning oldida keladigan namozning shartlari. Shart degan bir narsaning teshidagi qilishga tegishlik bo'lgan ishlar. Rukun deganimiz ichidagi namozning rukun desa namozning ichidagi ishlar. Shart desa namoz boshlashdan burungi ishlar. Shartlar qaysi deydi? Namoz o'qimoqchi bo'lgan kishi chuqum namoz o'qishdan burun taharatsizlikdan pok bo'lish kerak, tahorat elish kerak. Nijosatlardan badanni, kiyim, namoz o'qiydigan joyni biz yuqorida deb o'tgandek poklash kerak, tozalash kerak, avratni yepish kerak. Er kishiga nisbatan avrat joy kindigidan tortib tizg'ichi bo'lganliklar avrat hisoblandi. Tizmi avrat hisoblandi. Er kishining avrati shu tizim avrati. Shunga kalti kusar bilan tizni yapmay kusar kiyib buna yuz bo'lmaydi er kishi. Ayol kishining badani hammasi avrat, hamma yer avrat. Biroq namozda demakchi, namozda yuz bilan
Alqın avrat emas, başqa joylar avrat. Namazdan ichida gaplamau. Erlardan avrat bo'lgan joy cho'ra. Dideklar ana haqida avrat bo'ladi. Onu başqa nima dideklarninki qusqi, dumbisi bu avrat. Başqa choshlari degandek joylar avrat emas didekninki. Nijosatni azı tozalaymiz dedik-ku. Shu nijosatni tozalaydigan narsa topamizsa, nijosat bilan namoz o'qiydi. Tozalayamidi aynan. Tozalayamidi. Hamda o nijosat bakkan deb o kiyimni silib etib o'qisa avrat ichilib qoldi. Bundaq ahvolda kiyimi meynat bo'lsin-mu, garchi namoz o'qiydi, namozni qaytilmasin bo'ladi ekan. Kiyim topamagan odam bo'lsa, yalang'ochlik qoldi, avratlar ichilib qoldi. Yalang'och bo'lsa o'ltirib o'qiydi. Ruku sujudlarida sajdalar ishorat qilib o'qiydi. O'rtirib o'qisa bo'ladi, lekin o'ltirib o'qisa afzal avratda ko'rinib qolmas uchun azroq bo'lsin. Endi kirmoqchi bo'lgan, ya'ni boshlamoqchi bo'lgan namoz niyat qiladi. Falan namozni o'qimoqchim deb ko'nglidan niyat qildi. Tili talaffuz qilmaydi, lekin ko'ngli niyat qiladi. Allohu akbar degan mushtahrima bilan takbir bilan niyatning o'ttirisini bir ish bilan ayirib etmaydi. Niyat qilib Allohu akbar deb takbirni darhol tushirib oldi demoqchi Hanafiy mazhab fiqhisida. Hanafiy mazhab ko'z qarash. Endi qibla tarafga qaraydi, biroq qo'rqib ketgan bo'lsa, qaysi tarafga qarayolsa, shu tarafga qarab o'qiydi. Bir qo'rqinchli ahvol bilan dushman bor yoki bir yirtqich hayvon bor degandek. Agar qiblani bilamay qolsa, so'raydigan odami bo'lmasa, oldi bilan ijtihod qilib baqdi, quyoshga qarab, yulduzga qarab degandek. Namoz o'qiydi. Namoz o'qigandan keyin xatolashib qolganligini bilsa, qaytilmasin bo'ladi. Namoz o'qib bo'lgandan keyin namozning ichida turib xatolashib qolganligini bilsa, birisi kelib deb qo'ydi. Siz qiblaga qaramay o'qibsiz ya mana namozni deb. Namozninki ichida turib lam qibla tarafga qarab namozini davomlashtirdi. Endi namozning sifatlari. Namozning farzlari 6. Birinchi tahrimi Allohu akbar deyish, qiyom, turish, o'ri turish, qiroat qilish, ruku qilish, sajda qilish va oxir qatimliq o'ltirish. 2 rakat namozda shu bir qatim bo'ldi. Bir qatim o'ltirdi. 4 rakatlik, 3 rakatlik namozda 2 qatim o'ltirdi. 2-chi qatimliq o'ltirish va tashahhud demakchi. Bular farzlari namozning. Undan boshqa ishlar namozdagi sunnat hisoblandi. Namozga kirgandan keyin takbir aytidi. Qo'lini takbir bilan tang quloqining quloq yumshiqiga keltirib turib, bosh barmoqini, ikki qo'lning bosh barmoqini quloqining yumshiqi udulab turib, qo'lini ko'tarib takbir bilan tang. Shuna qildi. Agar takbir Allohu akbar demay, Allohu ajal yoki Allohu a'zam yoki Ar-Rahman akbar desa, Abu Hanifa va Muhammad rahimahumullohning ko'z qarashi bo'yicha joiz, durust. Abu Yusuf rahimahullohning ko'z qarashi bo'yicha bu lafzlar durust emas, chuqum Allohu akbar deyish kerak. O'ng qo'l so'l qo'lning ustiga qo'ydi. Kindikining ostiga qo'ydi ikki qo'lni. Ondan Subhanakallahumma bihamdik va tabaraka ismuk va ta'ala jadduk va la ilaha g'ayruk ni o'qiydi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim deb Bismillahirrohmanirrohim ni bu ikkisini yushurun o'qiydi. Yushurun ichida deydi. Ondan Sur Fatihani o'qib, Sur Fatiha qo'shib bir sur o'qiydi. Yoki bo'lmasa, qolgan surdan 3 oyat o'qiydi. Agar imom Sur Fatihani o'qib valaddallin desa, amin deydi. Kaniga agishib, imomning kanida, imom agishib iqtido qilib o'qiyotgan kishilar. Buni aminni yushurun deydi, agishib o'qiganlar. Amin deb ilishtirmaydi demakchi, ichida deydi. Ondan Allohu akbar deb takbir tushirdi, ruku qilish uchun ruku qildi va qo'lini shu tizining ustiga tayinib qo'ydi. Ya'ni qo'lini tizining ustiga qo'ydi. Barmoqlarining orasini echib turdi. Dumbisini tub-tuz qildi. Beshini ko'tarib olmaydi, pastga sangiltib olmaydi. Rukuda Subhan Rabbiyal azim deb 3 qatim deydi. Eng tubini 3 qatim. 3 qatimdan jiq
7 qatim, 11 qatim degandek jiqdisimi bo'ladi. Lekin eng töve miqdar 3 qatim. Anda rukudan beshini ko'tirdi. Samiallohu liman hamida deydi. Mu'tam imamning kan ixta qilib o'qiganlimi Robbana lakal hamd deydi. Tüp-tüz turib bo'lgandan keyin Allohu akbar deb sajdaga boradi. Qo'li bilan yerga taynidi va peshanasini ikki alqinning o'tirsi qo'ydi. Burniga va peshonasiga sajda qiladi. Burnini peshonasini yerga qo'ydi. Agar ikkisining birisiga ham kupaylansa, peshonasini ham yerga tekkizib, burnini tekkizmasa yoki burnini tekkizib, peshonasini tekkizmasa, Abu Hanifa rahimahullohninki ko'z qarashi bo'yicha durust, Abu Yusuf va Muhammad rahimahumulloh bularning ko'z qarashi bo'yicha burnig'ilam kupaylansa, burnini tekkizib, peshonasini tekkizmasa durust emas. Lekin o'zir bo'lsa, peshonasi jarohatda qo'yamsa, bu chaqda durust. Ya'ni alal aqal peshonasini ya qo'yish kerak deydi bu ikkisi. Rahimahumulloh. Agar sallisining ustiga sajda qildi, yani bir salli yo'gaklik salliva peshonasi yerga bevas tegmadi namoz o'qigan yeriga, lekin sallisini qo'ydi. Yoki kiyimining peshonasi bilan namoz o'qigan o'tirsin arib mana tudi. Mushunday ahvolasida kiyimining peshiga sajda qilsa durust. Endi qo'lini ikki beqindan chaplab turolmay sal ayirib turdi. Qo'lini qo'saq tarafidan beqin tarafidan jiroq qilib, ana qo'sqinimi sajdada yo'tisiga chaplab olmasdan sal jiroq qildi, arliq qo'ydi. Putninki barmoqlarini qibla tarafga qartidi. Sajdada subhan rabbiyal a'la deb az bo'lgan 3 qatim deydi. Ondan sajdadan beshini ko'tarib takbir, ya'ni Allohu akbar deydi. Ravus xotirja mutmain o'ltirib bo'lgandan keyin yana Allohu akbar deb sajdaga boradi. Sajdadan ravus o'ltirib bo'lgandan keyin subhan rabbiyal a'la deb bo'lgandan keyin 3 qatim az deganda ondan ravus o'ltirdi. İki putuninki üst tarafida. Pallikini yerga qo'yib mana o'tirib olmaydi. Qo'li bilan yerga tayanmaydi. Birinchi rakat namoz tugidi. Endi ikkinchi rakat namozdimi, birinchi rakat namoz qilgan o'xshash ishlarni qiladi. Biroq ikkinchi rakatda boshlash duosini o'qimaydi. Subhanakallahumma deb, a'uzubillahi minashaytonirrojim bularni o'qimaydi. Biroq boshqa ishlar o'xshaydi demakchi. Qo'lini faqat birinchi qatim, ya'ni birinchi rakat namozda Allohu akbar degan bilan ko'tirdi, lekin ikkinchi qatim Allohu akbar deb ko'tarmaydi demakchi. Ikkinchi rakatda ikkinchi qatimliq sajdadan beshini ko'targan chaqda sol putini yerga chaplaydi. Sol putining ustida o'ltirdi. O'ng putini tiklab turdi. Barmoqlarini qibla tarafga qartidi va ikki qo'lini yo'tisining ustiga qo'ydi. Barmoqlarini ochib tashahhud o'qiydi. Tashahhudninki lafzi mundoq: At-tahiyatu lillah va salatu va salavatu va tayyibat. Assalomu alayka ayyuhan nabiy va rahmatullohi va barakatuhu. Assalomu alayna va ala ibadillahi solihin. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu. Birinchi qatimliq tashahhudda mushlarni o'qiydi, boshqasini o'qimaydi. Hamda keyingi 2 rakat namozda faqat sur Fatihani o'qiydi, boshqa sur qotmaydi demakchi. Namozning oxirida o'ltirgan vaqtida birinchi qatim o'ltirgan o'xshash o'ltirdi, tashahhudni o'qib, ikkinchi qatimliq tashahhudni gapimava payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga durud o'qiydi va xohlagancha duolarni o'qiydi, duolarni. Qur'on narsalariga o'xshaydigan duolarni va Qur'on shu sunnatda kelgan duolarni o'qiydi. Ammo odamlarning gaplariga o'xshaydigan duolarni o'qimaydi. Ondan o'ng tarafga salom qilib, assalomu alaykum va rahmatulloh deydi. Sol tarafga ham shunday salom qildi. Bamdatda qiroatni oshkor o'qiydi, ovozini chiqarib. Shamninki dastlab 2 rakatida ovozini chiqarib o'qiydi. Xubdandimi ashunaq o'qiydi, imom bo'lsa, ulug' o'qiydi. Lekin imomga agishib o'qiganlar jamoat ichida
o'qiydi. Jim turdi demek. Jim turdi ichida o'qiydi debdimi? Jim turdi. Ama Şamның 3-chi rakatini ichida o'qiydi demakchi. Sura Fatihani. İkinci rakatdan keyin, mesela 3 rakatlik, 4 rakatlik namazda imam şu 2 rakatni aşkar o'qib bo'lgandan keyin 3-chi, 4-chi rakatlik namazlar bo'lsa, mesela Şam, Xubtan degandek. Keyin 2 rakatini yoki 1 rakatini ichida o'qiydi. Illik o'qimaydi. Agar imam boshqa imam bo'lib o'qimaymi? Bir odam yolg'iz o'qidi. Xolsa aşkar o'qiydi. O'ziga anglitib o'qiydi. Xolsa ichida o'qiydi. Peshin bilan asrda imam qiroatni ichida o'qiydi. Endi vitr 3 rakat. Bularning o'tirisini salomlar ayirmaymiz. 3 rakatni oxirida ulvitib bir salom qilamiz demekçi. 3-chi rakatda ruku qilishdan ilgari qunut o'qiymiz. Bir yilning hamma vaqtida vitrning har bir rakatida sura Fatihani o'qib, uning bilan birga yana bir surani qo'shib o'qiymiz. Qunut o'qimoqchi bo'lsak, Allohu akbar deb qo'limizni ko'tarib, ana qunut o'qiymiz. Biroq vitrdan boshqa namozda Qur'on nima? Qunut duosi o'qimaymiz, qo'limizni ko'tarib duo qilmaymiz demakchi. Biroq bir yilning har qanday vaqtida vitr o'qiymiz. Vitrda qunut o'qiymiz demakchi. Vitrdan boshqa o'qimaymiz demakchi. وليس في شيء من الصلوات قراءة سورة بعينها لا يجزئ فيها غيرها. Namazlardan hech qanday bir namazda cho'qim muayyan bir surani o'qiysiz. Bir belgilangan bir sura va shuni o'qiysiz. Masalan, bomdodga falan surani o'qiysiz, asrning falan surani o'qiysiz deydigan gap yo'q. Uningdan boshqa surani o'qisangiz bo'lmaydi deydigan gap yo'q demakchi. Bir namoz uchun muayyan bir surani o'qish, davomli shuni o'qish, boshqa o'qimaslik bu makruh. Ya'ni bomdodga masalan bugun bir surani o'qisak, ertasi boshqa suralarni o'qiymiz demakchi. Muayyan bir surani kunda bomdod o'qib olmaymiz demakchi. Namozda qiroatninki eng tuvan miqdori joiz bo'ladigan miqdori, ya'ni sura Fatiha qo'shib o'qiydigan miqdori Abu Hanif rahimahullohning ko'z qarashi bo'yicha Qur'on degan ismni o'z ichiga olsa bo'ldi. Qur'ondan ma'lum bir oyat bo'lsa bo'ladi, bir oyat bilamdi. Az bilamchiq bilan bo'laverdi deydi. Ammo Abu Yusuf va Muhammad rahimahulloh deydiki, qisqa oyatlardan eng az bo'lganda shu 3 oyat bo'lmas bo'lmaydi yoki uzunroq bir oyat bo'lmas bo'lmaydi deydi. Endi imomga ergishib imomdan keyni turib o'qigan jamoat imomdan keyni o'qimaydi. Illik o'qiganda demakchi, imom jahriy o'qigan chog'da qiroat qilmaydi demakchi. Boshqalarning namoziga kirmoqchi bo'lgan kishi, ya'ni iqtido qilib namoz o'qimoqchi bo'lgan kishi ikki niyatga muhtoj. Birsi namozningki niyati, ya'ni birsi men iqtido qilib o'qiyman degan ergishish niyati. Endi jamoat namozi demakchi. Jamoat bo'lib o'qish namozni. Bu ta'kidlangan sunnat. İmametçilikka, imamlıqqa eng loyiq bo'lgan kishi kim bo'lsa, sunnatni eng biladigan, eng bilimli kishi. Agar kishilar shu bilim jihatda tang bo'lib qolsa-chu desa, Allohning kitobini eng o'qiydigan, bek yodilgan, bek to'g'ri o'qiy oladigan kishi. Buningdan tang bo'lib qolsa, eng taqvosi. Buningdan tang bo'lib qolsa, yeshi eng cho'ng bo'lgani. Endi qulni yoki sahrolik bir kishini fasixni yaraq ichadigan, yolg'on gap qiladigan yoki ko'zi ko'rmaydigan ama kishini yoki zinodan tug'ilgan balani imom qilib oldiga chiqarib qo'yish makruh. Navoda oldiga chiqarib imom qilsak durus. Biroq endi boshqalar kaynida namoz o'qiydiganlar zinodan tug'ilgan bolaga iqtido qilib namoz o'qamdiq degandek mundaq bir nimalar kelib qolmasin deb şuna makruh demekçi. Endi imam namozni uzun o'qib bo'lmaydi.
Ayollarning o'zi yolg'iz jamoat bo'lib namoz o'qishi makruh. Agar jamoat bo'lib namoz o'qiy to'xtab turib namoz o'qisa, joiz, lekin ayol imom oldiga chiqib olmasdan erlarga o'xshash shu ayollarning o'ttirisi turdi. Qur'onning o'ttirisi oldiga chiqib olmaydi. Bir odam bilan namoz o'qisa imom uni o'ng tarafi turg'izdi. Ikki odam bilan namoz o'qisa oldiga chiqdi, yana ochkisi kaynab turdi. Erlar ayol kishiga agishib yoki kichik bolaga agishib buni namoz o'qisa bo'lmaydi, iqtido qilib o'qisa. Bundan namoz o'qisa, ayol kishi iqtido qilib namoz o'qisa yoki taq bolaga ketmagan kichik bolaga iqtido qilib namoz o'qisa, namoz batil bo'lib ketadi. Sabiy degan aqarin tuzuk farq etmagan 3-4 yoshlik bola demekdir. Başta erler sep bulup tuzuldu, anne kichik o'g'il bolalar sep bulup tuzuldu. Ondan keyin xonasa, yani erlik ayollıqı cinsi aniq bilinmeyen bunday kişiler tuzuldu, ondan oxirgi ayollar tuzuldu. Agar bir ayol bir er kishining qishida turib oldi, o'xshash bir namozda, er kishining namozi buzilib ketadi, ayol kishining namozi buzilmaydi. Ayollarninki jamoat namoziga qatnashishi bu makruh. Amma yashnab qolgan mo'may bomdat vaqtda chiqsa mushkul yo'q, sham vaqtda chiqsa bo'ladi. Xubdan vaqt chiqsa bo'ladi. Abu Hanifa rahimahullohning ko'z qarashi bo'yicha. Hamda shogirdi ikkisi dediki, yashnab qolgan mo'may besh vaqt namozning hammasiga jamoatga qo'shilib namoz o'qish uchun masjidlarga masalan chiqsa bo'ladi. Pak adam suydik temib turadigan bundaq kasal giribdor bo'lgan kishining kaynida u odam iqtido qilib bundaq sen imom bo'l deb chiqarib qo'yib bunda namoz o'qimaydi. Shundaylar pak ayollar istazib qolgan ayollarning kaynida namoz o'qimaydi. Qur'on o'qiy oladigan qari bunda odamlar Qur'on o'qishni bilmaydigan savotsiz kishilarning kaynida namoz o'qimaydi. Kiyim kiygan odam yalang'och odamning kaynida namoz o'qimaydi. Hamda tayammum qilgan kishi-chu, tahorat olgan kishilarga imom bo'lsa bo'ladi. O'tiki masih qilgan kishi, putini yuvgan kishiga imom bo'lib namoz o'qib bersa bo'ladi. O'rtiribmi bir odam o'rtirib namoz o'qiydi. O'ltirib namoz o'qiydigan odamning kaynida namoz o'qisa bo'ladi. Hani ruku qila oladigan, sajda qila oladigan biri ishorat qilib namoz o'qiydigan, ruku sajda qila olmaydigan birining kaynida namoz o'qishchi xudo qilib bo'lmaydi demakchi, unda o'qimaydi. Farz o'qiyotgan kishi nafl o'qiyotgan kishining kaynida turib xudo qilib o'qimaydi. Hani bir farz o'qiydigan kishi boshqa farz o'qiyotgan kishining kaynida namoz o'qimaydi. Amma nafl o'qimoqchi bo'lgan kishi farz o'qiyotgan yoki farz o'qiydigan kishining kayniga turib, uni iqtido qilib, agishib namoz o'qisa bo'ldi. Bir imomga iqtido qilmoqchi bo'lgan kishi yoki iqtido qildi, andan tarat yo'q ekanligini bildi, uchun namozni qaytlaydi. Ma imomning tarat yo'q ekan deb bilgandan keyin namoz o'qigan odam kiyimlarini o'ynasa, bedenlarini u yoq-bu yoqqa tutib buna qilsa bo'lmaydi. Makruh. Taşni masalan masjidning shig'il tashi bo'lsa, u yoq-bu yoqqa o'rib-cho'rib namoz o'qiydi. Bunda qilmaydi. Ammo sajda qilmoqchi bo'lsa, tash bo'lganligi uchun peshonasiga tash petib sajda qilolmaydi endi. Bu chog'da endi tashni bir qatam tuzlab o'tadi, peshonasini quya olish uchun. Barmoqlaridan qas chiqolmaydi, beqinini tutib turmaydi, kiyimini sadil bunda qilolmaydi yani. Beshidan bir parcha rahni yoki bir parcha kiyim tashlablam qo'lini chiqarmay, teshiga, yangning teshiga chiqarmay, ichiga solablam, hamma yerini etib bunda turib olmaydi. Barmoqlarini bir-biri kirishtirmaydi. Undan keyin chechini bunda qiching bo'g'ib olmaydi. Kiyimini mo yig'ib olmaydi. O'ng sol taraf qarmaydi. İştinin o'ltag'indek pallikini yerga chaplab bunda o'ltamaydi. Bilikini yerga chaplab qo'yib olmaydi. Qo'l orqali, hatto til orqali
va alaykum assalom deb salomga javob qaytarmaydi. Özür yo'q turib, chadas qurib mundaq o'ltirmaydi. Namozning ichida yeb ichib qilmaydi. Bular bo'lmaydi demakchi. Agar namoz o'qiyotganda ter tutunib ketsa, suxonaga berib qaytib tahorat oladi. Agar u odam imom bo'lmasa, imomning keyin iqtido qilib o'qiyotgan birisi bo'lsa yoki tahorat deb kelib, shu namozni o'qib kelgan bo'lsa, shuni oxirini davomlashtiradi Hanafiy mazhabda. O'zi yolg'iz o'qigan taqdirdami yoki jamoat bo'lib imomga ergishib o'qigan odam bo'lsin deydi. Imom bo'lmasa yana odamki. Agar imom bo'lsa, o'rniga bir odamni qo'yib, sen o'qi deb shu o'rniga qo'ygan odam imom kelgan boshlab o'qiydi davomlashtirib. Ondan tahorat deb chiqadi. Gap qilmasa, odamga tahorat elib qilib bo'lgandan keyin yoki tahorat qilishni olib gap qilmagan bo'lsa, kelgan yerda boshlab davomlashtirib o'qiydi. Yangidan boshlab o'qish namozni bu afzal. Uxlab qilib ihtilom bo'lib qolsa, yoki saram bo'lib qolsa, yoki o'shidan kessa, yoki namoz qaqoqlab kulib ketsa, qayta tahorat elib namozni qayta o'qiydi. Agar namozda qasddan gap qilgan bo'lsa, yoki unutib qilib gap qilgan bo'lsa, u namoz buzilib ketgan bo'ladi. Tashahhud miqdorida o'ltirib bo'lgandan keyin tahorat sunib ketsa, tahorat elib salom qiladi. Yani namozni peshdan boshlab o'qimaydi. Tahorat eplab assalomu alaykum rahmatulloh deb salom qo'ysa bo'ladi demakchi. Chunki tashahhud miqdor o'ltirib bo'lganligi uchun. Ammo bu xil holatda qasddan gap qildi. Tashahhud o'ltirib salom qilib bo'lmay tartib buzilib ketib, gap qildi demakchi, qasddan gap qildi. Va parang soldi qasddan. Yoki namozga zid bo'lgan ishlarni qildi. Onun namozi tamom bo'lgan bo'ldi, salom qilmagan bo'lsin garchi. Tayammum bilan namoz o'qigan kishi namozning ichida turib, suvni ko'rdi. Birisi suv usatma deb kelib qoldi bir yerdan yoki suv keldi deb kelib qoldi demakchi. Namozi buzilib ketadi. Qayta tahorat elib suv bilan namoz qayta o'qiydi. Ammo tashahhud miqdorida, ya'ni tashahhud o'qib bo'ldi. Uningdan keyin suv ko'rgan bo'lsa, birinchi xil ahvol. Ikkinchi xil ahvol. O'tiki masih qilgan bo'lsa, o'tiki masih qilib, undan keyin masih qilish muddat to'shib ketgan bo'lsa, uchinchi xil ahvol. O'tigini yengil bir amallar bilan o'tigini sevatgan bo'lsa, yoki ummiy bo'lib savatsiz bir so'r o'rgangan bo'lsa, yoki yalang'och bo'lib kiyim topgan bo'lsa, yoki ishorat qilib namoz o'qib qilayotgan odam bo'lsa, anondiga tuyuqsiz ruku sajda qilishga qurbat etadigan bo'lsa, bog'liqlikni ishlab ketdi yoki ishoratlam qilayotdi, ruku sajda qilmay saqayib qoldi degandek. Yoki bu namozdan ilgari bir farz namozni o'qimaganligini eslab qoldi. Yoki imomning tahorati buzilib ketdi. O'rniga savatsiz odamdan birini imom qilib to'g'izib qo'ydi. Yoki bomdod vaqtida quyosh chiqdi. Yoki juma o'qivas asrning vaqti kirib qoldi. Yoki bir teng'iq masih qildi. Saqaygandan keyin teng'iq ishlab ketdi. Yoki bir özürlük bir kishi bo'lib, özürüz tugidi. Mustahaziga o'xshash yoki shuning hukmiga o'xshash. Mushta ahvollarning hammasida Abu Hanif rahimahullohning ko'z qarashi bo'yicha namoz bekor ketdi. Qayta o'qish kerak demakchi. Abu Yusuf va Muhammad rahimahumulloh mush masalani hammasida uning namozi tamom bo'lgan bo'ladi, qayta o'qimasin bo'ldi deb qaraydi.